Assalomu alaykum akalar. Bugun 11 fevral 2025 yil. O'zbegim A blok 9-etaj. Monolitni prekriti, armatura, karka to'qish ayarlari, rigellari bitgan. Monolit uchastkaga karka to'qish ayarlari ketyapti. Hammasi Jo'rabek aka hammasi 10 shak, keyin 20 shak bo'lib ketgan. Yana hammasi qayrilgan, pastda usuleniyalar berilgan. Hamma ustida ham bor. Hammasi proyektdan. Ish jarayoni hamma kaska, jilet bilan ta'minlangan. Hammasi begon chiqsang o'zi ham kontrolni ustida turibdi. Hammani joy-joyiga qo'yib. Ish jarayoni. O'zbegim B blok bilan plita kutyapti. Uni ham Jo'rabek aka gaplashdi. 3 kun 4 kun beradi ekan. Doza ishlar davom etmoqda, qizg'in. Sağ olun, salomat olun.